Mana suyuqli kitob keldi. Buni ichganingdan keyin ko'rinmas odamga aylanasan. Keyin do'konga o'g'irlikka tushamiz, hech kim seni ko'rmaydi. Yo'q. Ha. Manchimi? Ha, ich. Mana ichib. Qani? Yo'qmi? Ko'rinmaymanmi? Mana. Bumi, bu ham emas. Ko'rmayapti. Yo'q. Ketik davay do'konga. Do'konga. Kel orqamizdan kel qayerda? Qara. Voy. Payni. Keldingmi magazinga? Ha, yoningdaman-ku. Qayerdasan? Ko'rinmayapmanmi rostdan? Yo'q, ko'rmayapsan, ovozing ishlayapti. Qara, sirni palichka ol qayerda bo'lsang ham. Bo'ldi, mana bu yerda bor ekan. Realni ko'rinmayapmanmi? Yo'q. Ko'rmayapsanmi sen uni? Yo'q, vaqti ko'rmayapman. Ko'rinmayapti. Qayerda bo'lsang ham shakar ol. Pastdaman. Kimni pastida? Bilmayman. Shakar ol, qayerdasan? Buncha zo'r ko'rinmaslik. Hijra, Abida suvdan ham olaylik. Mazasi zo'rda buni. Bunda o'zi aksiya ketyapti. Qanaqa aksiya? Abidan ichamiz, rasmga tushirib Telegram botiga jo'natamiz. Dubayga 2 kishilik chipta yutib olishimiz mumkin. Bundan tashqari qimmatbaho sovg'alari ham bor. Davay. Ko'rinmas qayerdasan? Shu yerdaman, nima gap? Abidadan bir blok suv ol. Bo'ldi. Bo'l tez. Aka katta rahmat, pulni sherigimiz to'laydi. Bo'ldi. Narsalarni pulni ber. Menga aytyapsizmi? Senga aytyapman, barakalla. Men ko'rinyapmanmi? Otni qashqasi ko'rinib turibsa, pulni ber. Yo, men qanaqa qilib ko'rdim? Hech kim ko'rgan yo'q meni. Mana. Barakalla. Pulni ber deyapman senga narsalarni. Yo, men rostdan ko'rindimmi hozir?